ramyonxo'rlik qilaman bugun. Mana shunaqa katta idishda. Yomg'irli havoda achchiq narsa zo'r ketadi. Keyin o'rtoqlar, yegan ovqatingni ham maqtanasanmi? Ko'rmaganga o'xshab yeysan. Ovqatda ham maqtaniladimi deb yozadiganlar. Mukbang degan narsani tushunmasanglar, ko'rmanglar. Nima qilasizlar? Meni yomon ko'rsanglar ko'rib. Mukbang degani kamerada ovqatlanish. Kamerada ko'rsatib ovqatlanish, gapirish. Nujeli shuni mayli, hozir nimadir desam sizlarni haqorat qilib qo'ygan bo'laman. O'sha ko'rmanglar. Umuman ko'rmanglar meni. Kimga yoqsa ko'rsin, yoqmasa ko'rmasin. Men buni ichiga zelin soldim. Tuxum soldim. Soya soldim. Zo'r mazali bo'ladi. Shunaqa qilib yeb ko'ringlar, ramyon yeyotganda. Menimcha tuxum ko'pchilik solsa kerak, sir solishadi. Bilmadim. Sir solgim kelmaydi meni. O'sha soya solib ko'ringlar, vashi mazali chiqadi. No soyani ham to'g'ri kelgan emas. Hali biror kun soyani ko'rsataman qanaqasi yaxshiligini. No menga yoqadigani to'g'rirog'i. Vashi mazali. Yana bir narsa aytgancha. Men koreyskiy ovqatlarni, ramyon, shunaqa narsalarni kimnidir ko'rib yeyotganim yo'q. Men koreyskiy ovqatlarni, ramyon degan narsalarni, вообще sushi, shunaqa narsalarni 2012-yildan beri yeyman. Xulosa o'zingizlardan. Так что bas qilinglar meni kimgadir o'xshatishni. Men kimgadir taqlid qilib chiqmayman. Agar kimgadir o'xshatayotgan bo'lsanglar meni, bu meni problemam emas, u sizlarning problemalaringiz o'xshatayotganinglar. Men hech kimga o'xshashga harakat qilmaganman, qilmayman ham. Даже kimnidir ko'rib nimadir yesa, bu unga o'xshagisi keldi degani emas. Nimaga bunaqa qo'loq fikrlaysizlar? Tavba. Men fast food yaxshi ko'raman. Kimdir meni fast food yeganimni ko'rib, videomni ko'ribda, fast food yesa, bu degani u menga o'xshagisi keldi degani emas. U menga o'xshagisi kelyapti, prям rora bo'lgisi kelyapti degani emas u. G'alati gaplarni gapirishni bas qilinglar.